Afghanistan men Kuteng Afghanistan Bol muqaddas toprağın can bilen nigahbani men Bolsa qatragani men Bol mulking bizi iyasi Bolib haqing sayasi Hurmatli vatandaşlar, bilişiniz bizning gapirishimiz hozir ham davom etib turib boryapmiz. Bu vatandaşımız ham sizlere tanıştırıyoruz ve görünki bular nima için edib o'tirlar. Xo'p, hurmatli nag'am o'zingizni siz ham vatandaşlara tanıştırsanız. Ben Abdurrahman bilaman. Mana şerda G'unchiman, G'unturaman va shu charxlarni zotini chorib to'xtayman. Ko'p yaxshi Abdurrahmanjon, elbette sizin işinizi et yönadima G'unchi deyarlar ekanda. Ko'p yaxshi. Aytingki siz bu yerda qancha vaqt bo'ldi ishlayotgansiz bu korxonada? Endi beri ishlarim qarib taxminan 1 yil yo 2 yil bo'lib kelyapti. Undan avval diga korxonaga ishlaydim. Shu bilan fe'lan sheri ishlayman. Ko'p yaxshi. Elbette siz bu ishdan avval bu yerda lab ishirmanda ham bu yerda ham ishladingizmi? Va ishlayman. Endi shu G'unchilik etganingizga qancha vaqt bo'ldi? G'unchilik etgan vaqtim o'sha xil vaqtdan beri bor ya. Buların her birini siz so'ng bular nasrlardan olib berir ekeningiz, gunda qancha tanasini loyiha qurishab pishirib siz ularga yetirasiz? Bunimi? Mana shularni beragini oqshamacha yasart diye. Ya bulan bilan yarmisini yasaysiz, bulan bilan ko'psini yasaysiz. Ko'p yaşına hile yadağda yo'qmi ishlar? Yo'q, yadam yo'q. Ko'p yaxshi. İşlerinizde üstünlükler ardı ötüyet umid ediyorum. Siz hem bu mesleki şekilde başka taqara budatları qurşamayını hem öğrenseniz vatandaşlara ne ayt diyecek sözünüz var? Aytacak sözüm buna şehre işliyoruz. Halal kesb. Vatandaşlar hem şu Afganistan'a işlese, xarijda çapıp yürümese, şu rakam işleri etse, pulu az deb işleme yürümese, xarica musafir bo'lib ketib yurgandan. Salomat bo'ling, teşekkür sizden. Sağ olun.